Yashasın Oliy sud. Yashasın Oliy sud. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Sudni gapini eshitamiz. Qani eshitaylikchi. Jabrlanuvchilar Qosiyev va Abdurahmonovlarni yechintirib ularni urganlik bo'yicha holati bo'yicha sudlanganlarga nisbatan bu holat bo'yicha ayblov e'lon qilinmagan. Ana. Nima bo'ldi endi? Ha? O dayuslar. Yutdik deyishyapti. Ha. Tuxumni sarig'ini yutdilar insonlar. Zino qilmaganmiz deyapti. Zino qilmagandirsizlar balki. Menimcha shaxmat o'ynagansizlar. Yechim olib shaxmat o'ynagansizlar. Kim yutqazsa yechinish. Bularni shaxmatlariga putur yetkazgan bo'lib chiqdi haligi tadbirdagilar. Nimaga biz shaxmat o'ynayotganda sanlar bizga xalaqit qilasanlar, shaxmatni buzib yordilaring deb bularni qamatishdi. Ular shaxmatni buzib yorganlari uchun qamaldi. Shu ikkitasi. Qolgan 9tasida ayb yo'q. Ular ishni bajargan. Ya'ni to'g'ri bajargan bo'lib chiqdi. Ofat bizani murojaatlarimiz yetib bordi Allohga. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Zo'r bo'ldi, chotki bo'ldi. Mana biz yutdik. İltijolarimiz Allohga yetib bordi deydi. Nimani yutding? Dayuslik medalini yutdilar insonlar. Dayuslar. Yechintirmaganligini sud tili bilan aytdi. Sudni ko'ringlar videosini. O dayuslar. Sanlar videoni yaxshilab eshitlaring, sanlar dayussanlar. Buni yechintirmagan deyapti sudya. Jabrlanuvchilar Qosiyev va Abdurahmonovlarni yechintirib ularni urganlik bo'yicha holati bo'yicha sudlanganlarga nisbatan bu holat bo'yicha ayblov e'lon qilinmagan. Ayblov e'lon qilinmagan. Ayblov e'lon qilinmagan. Als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Qo'yinglar, san'atkorlarni qirib yuboringlar. O'zlaring o'tkazaveringlar. Xatm Qur'on qilib, haqiqat qilib. Oldingidaqa sevib qolib, sponsor bo'ladi-yu, mayli-da. O'ynashib o'sam. Yo'q, u ham yo'q hozir. Aqlli yo'q qoldi. Endi nalog, mayli. Kim chigiydi, kim ishlaydi, kim yangi qo'shiq qiladi. O'ldiringlar san'atni. Gap bo'lishi mumkin emas. Nalog tugul litsenziyani ham 10 barobar qilib qo'yinglar. O'zlaring ashullaytinglar. Boshqa gapim yo'q. Alloh taoloning kalomi, bizning qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz bilan ularni qo'shtirnoq ichidagi ijodi teng bo'lishi mumkinmi? Hech qachon teng bo'lmaydi. Osmonlar va yerni yaratgan zotning kalomi qana ularni bir 3 minutlik narsasiga to'g'ri kelishi mumkin. Hech qachon bu narsa bir-biriga mos kelmaydigan narsadir. Va aynan ular bizning qadriyatlarimizni, diyonatimizni haqorat qilib, mazax qilayotganligi uchun biz ulardan yuz o'girishimiz kerak. Umuman ularni chetlashtirib tashlashimiz kerak. Nimaga? Aynan bundan keyin ularni aqllari kirib tavba qilishlari mumkin-da. Ayrim bir san'atkorlarni aytayapman, asl basharasi qanaqa bir past inson ekanligini shu soliq joriy etilishi mumkin degan gapdan keyin shuni ko'rishimiz mumkin ekan. Bular qanchalik vatanimizga vafodor yoki fidokorligini, hamma bu gaplari bir puch ekanligini shuni bilib oldik. Bularga bizni aql kirgizib qo'yishimiz kerak. Qanaqa yo'l bilan shuni yuz o'girish bilan deb o'ylayman. Ayrim bir san'atkorlar fohishadan ham battar inson ekanligini o'zlari tan olishdi. O'zlarining gapi bilan bulardan endi nima kutishimiz mumkin? Bu uje bizga mavhum narsalar. Videoga like bosib qo'yib, hamma yaqin tanishlarga yuborib qo'yinglar, bilib qo'ysin. Kommentariyada bo'lsa o'zingiz fikringizni yozib keting.